Keyingi shakl elementlar o'sha 1% tashkil qiladigan leykotitlar hisoblanadi. Leykotitlar. Leykotitlar. Leykoz so'zi o'z navbatida oqish degan ma'noni bildirib, oq qon tanachalari hisoblanadi leykotitlar. Leykotitlar. Leykotitlar shakl jihatdan hammasi yumaloq bo'ladi. Yumaloq. Faqatgina yadrosini shakli jihatdan va sitoplazmasini tarkibidagi granula bor yoki sitoplazmaning tarkibida granula yo'qligi bilan biz leykotitlarni ikkita turga bo'lamiz. Agar sitoplazmasining tarkibida granula bo'ladigan bo'lsa, biz aytamiz bularni granulotitlar deymiz. Agar sitoplazmasining tarkibida granula bo'lmaydigan bo'lsa, biz bularni aytamiz agranulotitlar deymiz. Tushunyapsizlarmi? Nimaga qarab bo'lyapmiz? Ikkita narsa. Birinchisi yadrosini shakliga qarab, yadrosini. Ikkinchisi uni eritrotitlarni sitoplazmaning tarkibida granula bor yoki granula yo'qligiga qarab turib ikkiga bo'lyapmiz. Agar sitoplazmasining tarkibida granula bo'ladigan bo'lsa, bularni granulotitlar. Agar sitoplazmaning tarkibida granula bo'lmaydigan bo'lsa, bularni biz agranulotitlar deb atayapmiz. Endi granulotitlarda ham o'z navbatida yana 3 ta gruppaga bo'lamiz. 3 ta gruppaga. Nima uchun? Tarkibidagi granula agar kislotali muhitda bo'linsa, ularni boshqa nom bilan ataymiz. Tarkibidagi granula agar ishqoriy muhitda bo'linsa, ularni boshqa nom bilan ataymiz. Agar tarkibidagi granula ham kislotali ham ishqoriy muhitda bo'linsa, ularni biz boshqa nom bilan ataymiz. Mana 3 xil turga bo'lamiz. Nimasiga qarab turib? Granulani qaysi muhitda bo'yalishiga qarab turib, ishqoriy, kislotali, neytral muhitda bo'yalishiga qarab turib bo'ldi. Endi tarkibidagi granulalar kislotali muhitda bo'yaladiganlarga bularga eozinofillar kiradi. Eozinofillar shakl jihatdan yumaloq shakldagi leykotitlar bo'lib, ularning yadrosi ikkita segmentdan tashkil topgan. Mana ularning yadrosi ikkita segmentdan tashkil topgan va ularni tarkibidagi granulalar, sitoplazma tarkibidagi granulalar kislotali muhitda qizil rangda bo'yaladi. Qizil rangda bo'yaladi va bu granulalar qizil ekrani eslatib bo'yaladi. Bular o'z navbatida jamiki leykotitlarni 4% dan 5% gacha tashkil qiladi. Eozinofillarni vazifasi allergik jarayonlarda ishtirok etib berish vazifasini bajarib beradi. Siz allergiya bo'lyapsizmi? Eozinofillarning konsentratsiyasi o'z navbatida ko'tarilib ketadi. Eozinofillar. Endi keyingisi ishqoriy muhitda bo'yaladiganiga biz o'z navbatida bazofillar deymiz. Bazofillar shakl jihatdan yumaloq bo'lib, yadrosi ikkita segmentdan tashkil topgan va bu segmentlar o'zaro bir-biriga yaqin joylashgan bo'ladi. Nisbatan yaqin joylashgan bo'ladi. Tarkibidagi granulalarni bo'yab ko'rganimizda to'q binafsha rangda ko'rinadi. Sitoplazmasi och pushti rangda ko'rinadi. Ya'ni aytyapman, yadrosi ikkita segmentdan tashkil topgan, ikkita segment yadro o'zaro bir-biri bilan zich joylashgan, yopishib turadi. Bundan tashqari holatda granulalari binafsha rangda bo'yaladi. Bazofillar jamiki leykotitlarni 0.5% dan 1% gachasini tashkil qiladi. 0.5% dan 1% gachasini tashkil qiladi. Bazofillarning vazifasi ham allergik jarayonlarda, bundan tashqari holatda yallig'lanish jarayonlarida ishtirok etib berish hisoblanadi. Ikkalasini ham tarkibida granulalar, yirik granulalar, mayda granulalarga bo'linadi. Ayniqsa bazofillarda mayda granulalar ko'p, yirik granulalar kam bo'ladi. Bazofillarning granulalar tarkibida yallig'lanish mediatorlarini tutadi. Bular o'z navbatida gistamin, gistidin va serotoninlardan tashkil topgan bo'ladi. Bular asosan yallig'lanish mediatorlarini 50% gacha o'zida saqlab beradigan hisoblanadi. Xo'p, endi keyingi turi bu neytrofillar. Neytrofillarni o'rganganimizda, neytrofillar o'z navbatida 3 xil turga bo'linishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. 3 xil tur.
Birinchi turi shakl jihatdan yumaloq bo'lib, faqatgina yadrosini shakl jihatdan farqlanadi uchala turi. Birinchi turi bu yosh neytrofillar deyiladi. Yosh neytrofillar jamiki neytrofillarni 2%dan 6% gachasini tashkil qiladi. Ularning yadrosi yumaloq yoki bo'lmasa biroz qisman botiq holatda ko'rinadi. Organoidlari kuchsiz rivojlanadi. Ikkinchi turi bu yosh neytrofil ekan. Ikkinchi turi tayoqcha yadroli neytrofil hisoblanadi. Ularning yadrosi tayoqcha shaklida va markazda joylashadi. Ularda ham organoidlar kuchsizroq hisoblanadi. Bular jamiki neytrofillarni adashmayotgan bo'lsam 6% dan 8% gacha tashkil qiladi. Va keyingi uchinchi turi bu yetuk neytrofillar hisoblanadi. Yetuk neytrofillar jamiki leykositlarni 65% dan 70% gachasini tashkil qiladi. Ular yadrosi segmentlarga ajralgan bo'ladi. Bu segmentlar soni 5 tadan 7 tagacha bo'lishi mumkin bo'ladi. 5 tadan 7 tagacha. Va bu segmentlar o'zaro bir-biri bilan qil ko'prikchalar orqali bog'lanib turgan bo'ladi. Qil ko'prikchalar orqali bu segmentlar o'zaro bir-biri bilan bog'lanadi. Bu neytrofillarning asosiy vazifalari yallig'lanish kasalliklarida qondan to'qimaga o'tib turib, yallig'langan joyida o'zini funksiyasini bajarib, to'qimani ichida apoptoz usulida hammasi apoptoz usulida nobud bo'lish vazifasini bajaradi. Vazifasi shundan iborat bo'ladi. Ya'ni qondan to'qimaga o'tadi, o'zini funksiyasini bajaradi va apoptoz usulida nobud bo'ladi. Apoptoz. Endi neytrofillardan segment yadroli neytrofillar klinik jihatdan ahamiyatga ega bo'ladi. Nima uchun klinik jihatdan sud tibbiy ekspertizalar jihatdan ahamiyatga ega bo'ladi? Nima uchun? Sababi segment yadroli neytrofillarda XX xromosomiga bog'liq holatda irsiylanadigan osilgan tomchi yoki bo'lmasa osilgan baraban tayoqchasi ko'rinishidagi bar tanachalari bo'ladi. Bular faqatgina XX xromosomada bog'liq holatda irsiylanadi. Ya'ni faqatgina ayollarda bo'ladi. Sud tibbiy ekspert kelyapti, yerda qon yotibdi, qotillik alomatlari bor. O'sha qurbonni ayol kishimi, erkak kishimi bilish uchun qondan namuna oladi, sirasi neytrofillarga qaraydi. Neytrofillarga qaraganda agar ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, neytrofillar tarkibida osilgan tomchi yoki bo'lmasam osilgan baraban tayoqchasi ko'rinishidagi bar tanachalarni topsa, demak ayol jinsiga mansub insonlardan qidiradi. Agar bu narsalarni topmaydigan bo'lsa, demak erkak jinsiga mansub insonlardan qidiradi. Xo'p, keyingisi qaranglar, granulotsitlar tugadi bu tomon. Endi agranulotsitlar ham funksional jihatdan farqlanadigan ikkita turga bo'linadi. Birinchisi limfotitlar, ikkinchisi monotitlar. Limfotitlar ham o'z navbatida bular qaranglar. Granulotsitlarda bir-biridan shakl jihatdan farqlash mumkin. Shakl jihatdan farqlanadi. Limfotitlar bir-biridan funksional jihatdan farqlanadigan ikkita turga bo'linadi. Birinchisi T limfotit, ikkinchisi B limfotit. Limfotitlar shakl jihatdan kichikroq hujayralar bo'ladi. Yadrosi yumaloq yoki loviyasimon shaklda markazda joylashgan bo'ladi. Qolganlardan farqi. Yaxshilab e'tibor beringlar. Sitoplazmasi yadroning atrofini xuddi gardishsimon shaklda o'raydi. Gardishsimon shaklda o'raydi. Xiyol ko'rinib turadi. Organoidlar kuchsiz rivojlangan bo'ladi. Biz organoidlardan bularda ham o'z navbatida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'sha inoplazmatikdir, Golgi manzarasi kuchsiz rivojlangan mitoxondriyalar ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi T limfotitlarning vazifasi o'z navbatida bular
hujayraviy immunitetda ishtirok etib berish vazifasini bajarib beradi. Nima uchun T va B limfositga bo'lingan? T limfosit timusda shakllanadi. Timusda. B limfositlar suyak ko'magida shakllanadi. Faqatgina birinchi bo'lib qushlardagi Fabrizio bursa xaltachasidan topilganligi hisobiga biz bu limfositlarni B limfositlar deb ataymiz. Endi B limfositlarga to'xtaladigan bo'lsak, B limfositlar ham bir xil ko'rinish jihatdan shunday. Faqatgina B limfositlar bular gumoral immunitetda ishtirok etib beruvchi hujayralar hisoblanadi. O'zlarida yod genni xotira sifatida saqlaydi. Bu xotira bir necha kundan bir necha yillargacha bo'lishi mumkin bo'ladi B limfositlar. Xo'p, keyingisi monotitlar. Monotitlar yaxshilab e'tibor beringlar. Shakl jihatdan yirik leykositlar hisoblanadi. Yirikligi shu darajada kattaki 20 mikrometrgacha boradi. Ba'zida yozadi 18 mikrometr degan. 20 mikrometrgacha boradi. Yadrosining shakli o'z navbatida ovolsimon yoki uzun, yumaloq yoki bir qismi botiq ko'rinishda bo'ladi. Botiq ko'rinishda. Monotitlar bular o'z navbatida bo'lajak makrofaglar hisoblanadi. Bo'lajak makrofaglar. Monotitlar qon oqimidan to'qimaga o'tishi bilan o'z navbatida makrofagga aylanib oladi. Makrofagga. Va insondagi mononuklear fagositar sistemada ishtirok etib berishda qatnashadi. Mononuklear fagositar sistema. Biz sizlar bilan bu mavzuni o'tgan safargi darsimizda ko'rib chiqdik. Xo'p, endi yaxshilab e'tibor beringlar. Bular hammasi funksiyasini qon tomirdan tashqariga chiqqandagina to'qimada bajaradi funksiyasini. Qon tomirida ichida bular hech qanaqa funksiya bajarmaydi. Shuning uchun bularning hammasini biz asosan to'qimalarda ko'ramiz. Shuning uchun qonda 1% uchraydi xolos. Qonda 1% uchraydi, sabab funksiyani faqatgina to'qimada bajaradi bular. Bularning hammasi apoptoz usulida nobud bo'ladi. Apoptoz usuli nima? Apoptoz usuli bu nima deydi? Yo'q, yorilish emas. Haligi programmalashtirilgan o'lim hisoblanadi. Programmalashtirilgan o'lim. Masalan, apoptozda qanday bo'ladi? Mana hujayra, xohlagan bitta hujayra o'z navbatida zararsiz bo'lgan va makrofaglar tomonidan nobud qilinadigan kichik pufakchalarga parchalanadi. Mana. Zararsiz bo'lgan, o'zidan o'sha makrofaglar tomonidan parchalana oladigan kichik pufakchalarga parchalanadi va hujayra xuddi mana shu tariqasida nobud bo'ladi. Buni parchalangan qoldiqlarni makrofaglar fagositoz qilish yo'li bilan nobud qiladi. Jamiki hujayra xuddi mana shunday nobud bo'ladi. Endi bizda bitta narsa bor. Leykositar formula degan narsa bor. Leykositar formulani hammadan so'rab olaman. Leykositar formula nima? Yaxshilab e'tibor beringlar. Masalan, ezonofinlar aytdik-ku, 4% 5% tashkil qiladi degan. Bu ham leykositar formulari bittasi kirib ketadi. Bazofillar 0.5% 1%. Neytrofillar jamiki neytrofillar 65-70% tashkil qiladigan bo'lsa, yosh neytrofillar 2-6%, segment yadroli neytrofillar 6-8%. O'zi tayoqcha yadroli neytrofillar. Segment neytrofillar endi o'z navbatida bo'ladi. Xo'p, 55-65% ni tashkil qiladi. Endi limfositlar jamiki neytrofillarni bitta ko'rib oringlar-da. Mana shu ikkalasini tashkil qoldim. Limfositlar bilan monotitlar. 20-30 limfosit. Xo'p. 20% 38% limfosit, 6-8% monotitlar tashkil qiladi. Mana shu foizlar ko'rsatkichi bu. Leykositar formula deyiladi. Patologik fiziologiyada o'tiladi. Leykositar formulaning o'ngga siljishi, leykositar formulaning chapga siljishi. Bu siljishlarni bilishdan oldin biz leykositar formulani yodlab olishimiz kerak bo'ladi.